Bu 4 ta narsa sizda disk grijasi paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Birinchisi statik va dinamik yuklamalar. Statik yuklamalar deganda bir joyda uzoq vaqt o'tirish, harakatsiz turish tushuniladi. Dinamik yuklamalar deganda juda og'ir yukni ko'tarish yoki og'ir yuklarni noto'g'ri holatda ko'tarish tushuniladi. Ikkinchisi travmalar, ya'ni umurtqa pog'onasiga bo'lgan travmalar natijasida avtotravmalar yoki yuqori joydan sakrash, yiqilishlar natijasida kelib chiqishi mumkin. Uchinchisi bu ortiqcha vazn yoki semizlik. Semiz insonlarda umurtqalar aro diskka tushadigan yuklama yuqori bo'lganligi sababli ularda grija paydo bo'lish ehtimolligi yuqori bo'ladi. To'rtinchisi genetik moyillik, ya'ni har bir insonda umurtqa pog'onasining tuzilishi har xil bo'ladi. Ba'zi bir insonlarda umurtqa pog'onasida diskni tashkil qiluvchi fibroz halqa juda ham nozik bo'ladi va arzimagan yuklamaga nisbatan ham ularda grija disk paydo bo'lishi mumkin bo'ladi. Agar sizda ham disk grijasi paydo bo'lishini xohlamasangiz, tana vazningizni nazorat qiling va kam harakat hayot tarzidan voz keching. Va albatta bu videoni tanishlaringizga ham yuborib qo'ying.